Bir kishi mast bo'lib, ariqqa ag'anab tushdi-yu, o'rnidan qaytib turmadi. Juma kuni tongi edi. Ko'pchilik hayron qoldi. Piyonista odam ham muborak juma kuni o'lar ekan-da, dedi o'ziga o'zi. Mulla ham jirg'anib janoza namozini o'qigandan so'ng ahli jamoaga qarab, bu inson orqasidan yomon gapirish bizga farz emas. Ammo ibrat bo'lishi uchun biz uni qo'shni qishloqdagi eski qabristonga ko'mamiz. Bizning qabristonda Hoji boboyu momolar yotibdi. Ularning orasiga boshdan oyoq gunohga botgan kimsani qo'ysak, o'tganlarning qarg'ishiga qolamiz dedi. Odatda tobutga hamma yopishardi, ammo piyonistaning tobutiga hech kim yopishmadi. Ular tobutni ko'tarishda savob yo'q deyishdi shekilli. Tobutni o'lgan kishining 4 ta ulfati yelkalab ketdi. Ular marhumni ulug'lar edilar. Qo'shni qishloqdan o'tishda to'satdan tobut ichidan ovoz keldi. 4 kishi qo'rquvdan dong qotib qoldi. Shunda bir chol paydo bo'libdi. U oppoq kiyingan va boshiga oq salla o'rab olgan ekan. Nimaga to'xtadinglar? Marhum gapirdi. Chol kafanni ochgan edi, o'lgan kishi atrofga alanglab, boyagi savolni yana qaytardi. Davonchi qishlog'idan o'tayapmizmi? Chol: ha, 1 soat vaqtlaringni olsam, go'rga kechgacha yetib boramiz. Shu qishloqda bir xasta singlim bor. Holidan xabar olib olay. Har 2 kunda xabar olib turardim. Bugun kelishim kerak edi. O'lib qoldim. Chol jilmaydi. Men odam suratidagi Azroilman. O'rningdan tur-da, singlingni uyiga bor. Keyin uyingga jo'na. Istaganingcha yasha. Senga jannat naqd, dedi. 4 kishi hayron bo'lib choldan so'radilar. Jannat naqdmi? Ha, opa singlisining holidan xabar olib turgan kishiga Xudo jannatni naqd qilib qo'yibdi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto opa singilni ham aka-ukadan oldin qo'yilar ekan yaxshilik qilishda. Nima uchun? Chunki opa singillar onaga yaqin narsa bo'ladi. Ya'ni o'sha onadan keyin haligi onani sal taftini sizga sezdira oladigan opa singillar bo'lar ekanda, aka-ukadan ham ko'ra. Birinchi o'rinda opa singilisi bor odam bo'ladigan bo'lsa, hatto qir oshib bo'ladigan bo'lsa ham, har qanaqa joyda agar payhon qilib yurib o'tib ketish kerak bo'ladigan bo'lsa ham, agar opa singilisiga yordam berishda tap tortmasdan o'tib ketsa bo'ladi, ya'ni opa singillarga yordam bersa bo'ladi deyiladi. Ya'ni shu darajada inson bir joyda payhon qilishga yaratilmagan. Inson masalan bu narsa qilish odobsizligi boshqa narsa bo'lishi mumkin, lekin opa singilisi uchun har qanaqa ishni tashlab turib kerak bo'lsa, yordam qilish kerak, yordam qo'lini cho'zish kerak. Nimaga? Chunki onadan keyingi ulug' zotlar ekan.